Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, Chorva ishqibozlari, hurmatli aka-ukalar. Barchalarga xayrli tong. Inshaalloh bugun mana hafta kuniga payshanba 2-oktyabr bo'ldi. Biz Andijon viloyati Asaka tumani payshanba mol bozoridamiz akalar. Mana Andijon Asaka payshanba mol bozorida umumiy ko'rinishi mana akalar. Biz semiz buqalar, bozorning eng katta buqalar turadigan qatoridamiz akalar. Xudo xolasa sizlarga bozorda eng katta buqalari, eng semiz buqalari bugungi kundagi narx-navolarni sizlarga sekin asta bir to'la to'kis yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Sizlardan har doimgidek bittadan like, qo'llab-quvvatlab bosib qo'ysanglar, obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shunaqa o'yinlik, semiz, chiroyli buqalarda akalar narx-navolarni sizlar uchun erinmasdan, shashilmasdan asta-sekinlikda yoritib beraman akalar. Kim qayerdan ko'ryapti, shuni ham bir qator aytib o'tib ketsanglar, xursand bo'lgan bo'lardik. Qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar, qayerdan ko'ryapsizlar akalar? Sizlarda go'sht narxlari necha pul? Shularni ham bir qator aytib, bozorimizga o'zingizlarni bir fikringlarni qoldirsanglar, arzon bozormi, qimmat bozormi? Xursand bo'lgan bo'lardik akalar. Videoda bo'ladigan xato va kamchiliklarga, so'zlarimizdagi adashmovchiliklarga akalar oldindan uzr so'raymiz. Xullas, gapni qisqa qilamiz akalar, biz videoni boshlaymiz. Mana shu buqamiz akalar. Hozir egasini topolmadim, lekin bozorning eng oldi buqalaridan taxminiy esa bir 800 kg atrofida 63 ming so'mdanmi, vallohu alam savdo qilishyapti ekan. Aka, sizlarmi bu kattasi? Nech pul bu aka? 55 million. 55 million so'm akamdan mana shu katta qora. Lekin bozorda 5 ta eng zo'r buqa chiqqan bo'lsa, bittasi mana shu mollar akalar. Mana 5 ta o'zi eng zo'rlari turibdi, mana ko'ringlar. Orqada shved. Bu eng zo'rlari, bozordagi mollarning eng zo'rlari mana shu yerga chiqadi mana. Mana. Gap yo'q lekin. Bugun havo biroz bulutli. Yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Andijonda. Mana. Bo'lar nech pul qiladi aka? Qara nech pul deyapti. 45 million so'mniki vallohu alam nech pul oldim deyapti. Tortgan bo'lar. Mana. Ko'ringlar mana aka-ukalar. Katta buqalar, xudo xolasa jo'n. Mana. Rashida mana Abdurahmon ota oshxonasini egasi akamizdan savdo qilib turibdi. Sog' bo'linglar, muxlislar, hammanglar uylarda qolib. Akam nech pul beryapsiz endi bunga? Bunga hozir nech pul? 39 mi? 37 million so'm pul. Narginga pul bersiz, nech pul bersiz bunga? Olaga? Aka, olaga. Qani olaga. Olani oldik-ku, 46. Ya, keda bu sotilibdi bu 46 millionga. 46 millionga sotilgan molni ko'rsatib o'rmasak bo'lmaydi. Bozorda eng katta buqasini akamiz olgan. Abdurahmon ota oshxonasiga o'tib, akalar mana shu buqani go'shtini yeyishinglar mumkin. Manzil Andijon shahar Bo'stondamida aka u? Maynichasda oldida. Xo'p, akalar mana shu katta buqalarni ko'rib so'rab olmasak bo'lmaydi mana shu buqalarni mana. Zo'rlari chiqqan bugun. Kimdan bu akalar? Savaringlar yo'qmi? Nomerning liderlari chiqdi mana. Akalar, bu kattalar kimdan katta? Katta kimdan katta? Kattani bilmayman deyapti, lekin bozorda eng katta buqasi mana shu buqa. Mana. Bozorda eng lider buqalar mana shunday bo'ladi. Xo'p, akalar, davom etamiz. Bir yerda turib qolish yo'q endi. Buni egasi yo'q ekan, vaqt o'tkazmaylik, sizlar zeriktirib qo'ymaylik. Sizlarga bitta bunaqa shved ko'rsataman men, shved. Shved ishqibozlari bormi ichimizda? Mana shved. Bo'ylari 1.60. Nima deymiz endi, hayvonni endi mashinaga kelishimizni kutib turgan ekanda. Mana. Qo'ylar 1.60 shved akalar. Shved kimdan akalar? Sizlarmi? Assalomu alaykum aka. So'ling. Akalar, olinglar. Nech pul o'lyapti aka bu? Bozor nech pul o'lyapti? 60 million so'm kami bor ekan. Shvedda akalar o'ta zo'ri, o'ta chiroyligi. Taxminan bir 800 kg kelsa kerak mana shu mol. Osharoq ham ehtimol.
juda katta. 45 million so'm bozor puli beryapti, 60 million so'm narx aytyapti egasi mana. Shved shkvozlar bilan like bosib olamiz. Semiz qo'shqozlar, semizlar sekin ko'rsatib boraveramiz. 45 million so'm narx aytilayotgan semiz buqamiz akalar. 45 million so'm kami bor ekan mana. 45 million so'm kami bor aytilayotgan semiz buqamiz. Hali savdo bo'lmabdi mana. Taxminiy vesilar akalar 650 kilo atrofida emol. 600 kilo oshiq bo'lsa kerak, juda yo'g'on ekan. Hop, davom etamiz aka-ukalar. Narximolimizga akalar mana 26 million 500 ming so'm bozor puli beryapti akamiz. Bunga sotmabdi mana. Ko'ringlar. 26 million 500 ming so'm. Aka taroziga so'rashmadimi? Necha puldan aytyapsiz? 30 kami bor. 30 million so'm kami bor ekan. Qora kimdan bor? Mana sotildi 28. Bozorda mana molimiz akalar 28 million so'm sotilibdi. Men odam ko'paydi, shuning uchun hozir bu yerda video syomka qilish ham biroz qiyinlashib qoladi endi. Aka bozoringiz bersin, rahmat. Aka qo'ng'ir kimdan qo'ng'ir? Qo'ng'ir molimiz ham bor ekan. Tog'a sizlarmi? Necha puldan aytyapsiz? Buni endi har xil qilish Yo'q, aytayotgan narxingiz. endi buni hozir berayotganini aytayman. Ha, ayting. Berayotganini 26,5 berishyapti. 30 aytyapsizmi? 26,5 million beryapti. O'yindor, masa chiroyli mol mana. 26,5 million. 60 mingdan tarozi so'rashdi akalar. Mo katta molimiz kimdan akalar? Qani? Bozor nima deyapti aka? 31,5 beryapti. Bozor 31,5 aka. Vesi ma'lummi yo noma'lummi aka? Necha topilgan? 550 kilodan yuqoriroq bo'lsa kerak. Siz 600 kilo kelmasa 580 kilo xotirjam kelaversa kerak molimiz. 31,5 bozor pul beryapti ekan. Mana ko'ringlar, bo'ylari ham 1.40. Necha puldan aytyapsiz? Aka 36 million narx aytyapti. 36 million akam narx aytyapti. Aka bozoringiz esa rahmat. Bozorda semiz narxni olib akalar shunaqa narxlar mana. Har bir sotilyapti akalar. Mashinalar ham bor. Bozorda. Qaysinisi? 60 mingdanmi? Kim xizmat? Chorotayam aka. Ha. 60.500 mi? Hozir bolalar olib qo'y hozir. Hozir 60.500 so'mdan 5 kilo kichik ekan. Menga nimadir demam yozilgan ekan. Mana. Mana akalar 5 kilodan kichkasi bor ekan, 60.500 so'mdan bozorda zo'r mollar ekan, lekin kasaka. Mana akalar. Narx-navolar shunaqa. Sekin hozir savdo bo'layotgan joyni ko'rsataveramiz. Mana akalar Greenford so'raganlarga 36 million so'mdan narx aytilyapti ekan. Bozor necha puldan qilyapti aka bular? Kiloga so'rayapti. Necha pul? 60 bir so'rashyapti. 60-61 dan kilo so'rashyapti akalar. Bunda yana 10-15 ta bor ekan. Manzil Qo'rg'ontepada ekan. Mana. Zo'r. Mollar o'ta seroq. Nima deysiz? Bozor tuqqan shuning uchun yaqinroq bo'lib qolyapti akalar. Hatto kamchilik rozi bo'lasizlar. Keling, mana. 28 million so'm sotilmayotgan molimiz mana. Ko'ringlarchi? Avliko. 28,5 ga. Semiz mol ekan. 500 kilo atrofida mol ekan mana. 28,5 ga. Yaxshi molimiz akalar mana 40 million so'm narx aytyapti-ku, bozor 35 million pul beryapti ekan mana. Taxminiy vesi qanaqa aka buni? 610 kilo, aniq vesi bor ekan, 610 kilo ekan. Xo'p. Kiloga necha pul so'rayapsiz? 60 ming. 60 mingdan kiloga.
Bozor shunaqa narxlarda keladi. Nima deysan? Katta mollar jinni arzonroq. Meni fikrim endi, men bilmadim. Hozir bu fikr bildirishga ham odam o'ylanib qoldi. Mana molimiz aka mana 40 million so'm narx aytilyapti. Qora molimiz 60 ming so'mdan 5 kilo siqit kelsa ham so'ralyapti tarozga. 40 million narx aytilyapti. Nima deymiz endi akalar? Hammani bozorini bo'lsin. Keyin ko'rsatishni davom etaveramiz endi mana. Kengroq yorug'roq joylarni 40 million so'm yana bitta narx aytilayotgan molimiz. Bozor 33 million so'm pul beryapti. 33 million. Mana. Orqalarni ko'rsatib qo'ying. 33 million bozor pul beryapti, narxi 40 million so'm aytilyapti. Mana yerda mana bo'yni yo'g'on mollar bor edi. Shularga egasi kelgan bo'lsa, aka sizdanmi bu? Mana shu mollar rosa qiziqibdi. 28 million so'm bozor pul beryapti ekan mana shu molimizga. Ko'ringlar. O'ta cho'pki bo'ldi. Mana shu molimizga vazirlik katta mol 28 million so'm yaxshi mol mana shu mol. Bozorda 28 million pul qilyapti ekan mana shu mol. Asha, Andrahmo. Bozorda kasallik ko'pligi uchunmi bilmadim sababini. Bozorlar ham siyrak qaranglar. Bunaqa juda ani to'lib turgan yo'q. Ozroq kirdi bugun mollar. Akalar mana. Shvedlar. Necha puldan narx aytyapsiz? 45 milliondan. 45 milliondan Shvedlarga narx aytilyapti akalar. Bozor necha pul beryapti? Bozor 62 mingdan Tarozga. Yapi 60 ming 62 ming bo'lyapti bugungi kunda narx-navolar. Yo'q. Bak, olchi bola bo'yinli. Nima? Bo'yni uni ham so'rayapti. Sizdan bu ham? Ha. Necha pul? 40 million. Bu 40 million so'm bo'lishi kerak. Qizil avlik oldi aytyapsiz endi. Bozorda semiz mollar esa chiqqan. Semiz ko'p. Qaysi birini hozir egasini topsak, albatta nomerlarni sotiladigan bo'lsa, iloji bo'lsa raqam bermasa, narx-navolarni bilib, sizlarga albatta chiroyli qilib yoritib beramiz. Bozorda akalar mana eng go'shtdor, eng o'zini tanasiga nisbatan go'sht ko'p bo'lgan sergo'sht mollar. Mana ko'ringlar-da, nimaga bunaqa deyapsan desanglar, mana bo'y basti unaqa katta emas, lekin tanasini bo'yni zo'r. Shunga aytib beramiz, fikr bildirib qo'yasizlar. 61500 so'mdan savdo qilyapti bozor. Bozor 61500 so'mdan pul beryapti mana shu mollarga. Uni mollarni badalidan Kechta to'p yurmasangiz bo'lmaydi bozorda. Bosh. Bo'lmasin. Mana 61500 so'mdan bo'lgan mollar ko'rsatsam qiyin bo'lib ketdi. 61500 dan mana shu mollarimiz savdo bo'libdi akalar mana. Sotilgan yo'q ekan. Uyda semiz buqasi bor aka-ukalar, narx-navolardan mana xabar berib qo'yaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xursand bo'lgan bo'lardik. Mana akalar. Shuning bilan akalar, bugungi videolarimizga yakun yasaymiz. Qisqa lo'nda bir 15 daqiqalik video qildik, qo'ldan kelgancha. Xato kamchiliklariga uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha imkoniyatimiz boricha bir video qilib berdik aka-ukalar. Kelgusi videolarda endi akalar boqma buqalar chiqaramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa boqma buqalarni ham narx-navolarni yoritib beramiz. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar, salomat bo'linglar.